Tezkor xabar: Jalolov Shevardnadze bilan jangda omadsizlikka uchradi. Azizlar, videorolik juda ham muhim. Videoni oxirigacha tomosha qiling va o'z fikr-mulohazalaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Qozog'istonning Ostona shahrida o'tgan kechagi boks oqshomida o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolovning g'alabasi xorijiy ommaviy axborot vositalarida ham muhokamalarga sabab bo'ldi. Xususan, Vring.com portali jangni tanqidiy ruhda yoritdi. Sarlavhada shunday yozilgan: Jalolov Shevardnadze bilan jangda omadsizlikka uchradi. Nashrning yozishicha, Bahodir Jalolov ukrainalik raqibiga qarshi noaniq harakat qilgan. O'zbekistonlik super og'ir vazn, ya'ni 90 kg 700 gramdan yuqori vazn toifasida 2 karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov ukrainalik Igor Shevardnadze ga qarshi jangda o'ta noaniq harakat qildi. Shevardnadze ring markazini egallab himoyaga o'tdi va asta-sekin bosimni oshira boshladi. Jalolov esa chap qo'l bilan jang qilgan holda ring atrofida harakatlandi. U jerbni deyarli ishlatmadi, faqat qo'li bilan raqibini itarib turdi. Hakamlar ham bunga ruxsat berdi. Jang sust o'tdi. Favorit hisoblangan Jalolov muxlislar va mutaxassislarda yaxshi taassurot qoldira olmadi. U ko'p hollarda qochib jang olib bordi hamda tez-tez klinchga murojaat qildi. 3-raundda Jalolov biroz jonlandi, kombinatsiyalar ishlatdi, uning harakatlariga aperkotlar qo'shildi. Chap qo'l bilan bergan zarbasi Shevardnadzeni nokdaunga tushirdi. Yana jang davom etdi. Jalolov bahsni muddatidan avval yakunlashga urinib ko'rdi, biroq zarbalarning ko'pi manzilga aniq yetib bormadi. 4-raundda Shevardnadze yaxshi harakat, o'ng qo'l bilan raqibiga zarba berdi. 6-raundga kelib ham voqealar deyarli o'zgarmadi. Charchab qolgan outsider favoritni ring maydonida quvib yurdi. Bahodir esa himoyalanishga harakat qilmoqda. Sportchilar ko'p hollarda klinchga kirib, jangni o'ta zerikarli o'tishini ta'minladi. Tomoshabinlar norozi tarzda hushtakbozlik qilishdi. 7-raundda Shevardnadze yana jonlanib qoldi. Jalolov esa bunga javoban raqibining boshiga zarba berdi. Keyinchalik Jalolov zarba klinch taktikasiga o'tib oldi. Har qanday holatda ham u bugun juda sust jang olib bordi. 10-raund. Bu raundda ham odatiy ssenariy bo'yicha davom etdi. Nihoyat yakun gongi chalindi. Yaxshiki bu jang 12 raundli emas edi. Hakamlar qarori 100-89, 97-92, 97-93, ya'ni Jalolov foydasiga yakunlandi. Aziz do'stlar, siz ushbu jangni ko'rgan bo'lsangiz, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.